Assalomu alaykum, hurmatli yutqonlar, xudo xolasa. Yana bitta obyektimizni chiroyli tarzda o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Endi kurashimiz razmeri keladigan bo'lsa, uzunligi 605, balandligi 260 joyga tushgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu tarafidan shkaflar ta'minlangan, stikllarni diodlariga ham e'tibor bersa, bu yerda derazalari bor. Juda zo'r foydalangan, mo'ljallangan. Bunday yaxshi stoloklarni joyini gaz yetishga stoloklarni berib, juda chiroyli tarzda ishlayapti. Bu yog'ida ham xuddi shu holatda. Bu tarafida ham esa stikllarni o'ynalar. Salishnisadan 4 cm qo'yildik. Osh paddonlari vakuumdagi ta'min mexanizmi ko'rishingiz mumkin. Baksa 4 cm beramiz. Xudo xolasa juda chiroyli tarzda o'rnatib berdik. Hop, 1 metr tepa pastga keladigan bo'lsak, do'stlar, 3.500.000 so'mdan texnika bitta o'ydan tashqari vodiy ichi dastlabki uстановkasini beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa juda go'zal tarzda tushgan. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Xo'p, hamma yo'g'i diodlar ham sensitivli podsvetkalari bo'lgan. Juda chiroyli tarzda tushgan ishlaydi. Pastda nomerlar qoldiramiz.